DTM 2025-yilda tushgan trigonometrik misol yechmasini birida ko'rib chiqamiz. Bizda berilgan ekan, agar tangens alfa 2 ga teng bo'ladigan bo'lsa, 3 sin alfa plus 2 kosinus alfa taqsim 2 sin alfa minus 3 cos alfaning qiymatini topishimiz kerak. Demak, mana bu har bir ifodani tangens alfa bo'lgani uchun kosinus alfaga bo'lib yuboramiz. Bizda qoladi 3 sinus alfa taqsim kosinus alfa plus 2 kosinus alfa taqsim kosinus alfa mahrajimizda 2 sinus alfa taqsim kosinus alfa minus 3 kosinus alfa taqsim kosinus alfa. Musollashtirib oladigan bo'lsak bizda sinus taqsim kosinus tangens beradi 3 tangens alfa plus 2 taqsim yana sinus taqsim kosinus tangens beradi 2 tangens alfa minus kosinus chiqarib ketadi 3. Demak, tangens alfa 2 ga tengligini olib kelib o'rniga qo'yadigan bo'lsak, 3 ko'paytiramiz 2 plus 2 taqsim 2 ko'paytiramiz 2 minus 3. 3 niki 6, 6 2 8, 8 taqsim 1. Javobimiz 8 ga teng bo'lar ekan. Milliy sertifikat imtihonida o'zingiz ko'zlagan natijaga erisha olmagan bo'lsangiz, hali oldinda davlat test markazi imtihonlari bor. Ya'ni sizda imkoniyat bor. Yaxshi tayyorlasangiz, yaxshi natija qila olasiz.